uni operatsiya deyishdi, lekin lecheniya qilib bo'lmaydi, hech narsa qilib bo'lmaydi deyishdi. Assalomu alaykum. Man Mavlonova Muborak klinikaga kelishimning sababi, qizimni doktorga olib bordim uni tekshirish uchun o'zimizda Toshkentda. Keyin men aytdimki, o'g'lim, meni ham bir tekshirib qo'yingchi desam, meni ko'rdida buqog'ingizda ichkarida limfa tugun hamda qizil o'ngachda katta bedanani tuxumida limfa tuguni bor. Srochno tezda onkologiyaga siz analiz topshirishingiz kerak dedi. Tomog'imdan analiz olishdi. Menda 50/50 onkologiyaga moyillik degan tashxis qo'yishdi. Keyin uni operatsiya deyishdi, lekin lecheniya qilib bo'lmaydi, hech narsa qilib bo'lmaydi deyishdi. Men tushunmadim to'g'risi. Lekin bir 15 yil oldin uzida qildirganda ichki buqo bor sizda deyilgan edi. Bezovta qilmasdan yuraverardim. Instagramlarga kirdik, qidirdik, izlandik. Shu Belas klinikasini xodimlari shu Sahil degan Hindistondan keltirilgan vrach ancha kuzatdim. Bir 10 kun kuzatdim. Tavakkal qilib mana Toshkentdan Surxondaryo Muzorobat qishlog'ida xususiy klinikada Sahil, mana yana ularning doktorlari Musharraf, bu doktorlar meni 10 kun ichida shunaqangi 4 soatlab, 3 soatlab analizlar olib tekshirishdi. Allohga behisob shukr, mana 10 kun ichida men o'zimni yaxshi his qilyapman. O'sha icheklarimdagi limfa tugunlarini ham ko'rishdi. Hattoki o'sha o't qopim olingan, matka olingan, o'sha hammasi shu buqoni asoratidan asab, o'sha 5 kunlab ich qotishlar, hammasini Allohga behisob shukr, mana shu Sahil hindistonlik doktorimiz, Alloh rozi bo'lsin bu doktordan, hammanglar kelinglar. Analizlarini mana hindistonlik vrach Atulya analizlarni 4 soatlab xonadan chiqmasdan tekshirdi. Chiroyli lecheniya qilishdi. Men bu yerdan juda ham manfaatli bo'lib ketyapman. Kelinglar, o'zimizni yurtimiz Surxondaryo, mana hindistonlik doktorlarni shu tadbirkorlarimiz olib kelib, shulardan xalqimiz foydalansin deb mana chiroyli sharoitlar, ishoninglar, juda ham bir ixlos bilan keldik. Bu xodimlarga, Nigoraga, bu yerda ochgan, bu yerda xizmat qilayotganlarga hammaga